Yumshoqqina chaynamasdan yutib yuboradigan medovizdan qilib bering deysa, klientlarimga har doim shu retseptda qilaman. Sizlar ham saqlab olinglar va yurechani bosib qo'yinglar. Idishimizga asal va channi sodamizni solib, yaxshilab qizartirib kuydirib olamiz va bu massamizni me'yordagi rangiga kelgandan keyin yog' qo'shamiz va gazimizni o'chirib qo'yamiz. Sovitishga olib qo'yamiz. Bu orada kremimizni tayyorlab olamiz. Idishimizga suv, tuxum, un va shakar solib, kamochkalar ketguncha yaxshilab venchikda aralashtiramiz va quyilguncha gazda ushlaymiz. Quyilgandan keyin sariyog' solib, gazimizni o'chirib, sovitishga olib qo'yamiz. Endi xamirimizni ko'jlarini tayyorlab olamiz. Idishimizga tuxum, shakar solib, baravar mikser qilib, ko'payib bo'lguncha mikser qilib olamiz va sovigan asalli va yog'li massamizni qo'shamiz. Yaxshilab mikser qilib, asali qolib ketish kerak emas, bitta massa bo'lib olish kerak. Mikserlaymiz. Shunaqa un solamiz. Razrahlitel solamiz va yaxshilab kamochkalar ketguncha bitta однородный massa qilib, ko'jlarimizni xamirini tayyorlab olamiz va 3 ga bo'lamiz. Agar sizning listingiz kichkinaroq bo'lsa, 4 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Pishirib olamiz. Hamma gradus o'lchamlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Shunaqa yumshoq ko'jlar pishib chiqadi. Juda ham tez pishadi. Endi kremimizni sovigan bo'lsa, tayyorlab olamiz. Yaxshilab mikser qilamiz. Shunaqa воздушный krem bo'ladi. Ichimdan vanilin qo'shib turib, medovli ko'jlarimizni mana shu воздушный krem bilan yaxshilab kremlab olamiz. Ustiga chetidan chiqqan urug'larni sepamiz va maza qilib, momiqqina, do'mboqqina issiq choylar bilan iste'mol qilamiz va buni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.